Xo'sh, videolarni yuklab olamiz va bo'ldi. Barchalarga salomlar, men T-Rox va yangi videomga xush kelibsizlar bo'ldi. Xullas, hozir YouTube'ga videolarni joylab o'tdim. Hozir zagruzka qilib qo'ysam bo'ldi. Xullas, meni yangiligim bor. Meni yangiligim shuki, 3 ta olmos topdim. Bugun shaxtaga borgandim, shu bilan 3 ta olmos chiqib qoldi. Va endi men o'zimga albatta nima yasamoqchiman? Bolg'ami, boltami, taporda xullas. Tapor yasab endi men uyga judayam ko'p bo'lgan daraxtlarni kovlamoqchiman. Bilmadim qaysi tarafdan kovlasam ekan. Menimcha bu taraf yaxshiroq u. Bu yoq endi uzoqroq, bu yaqinroqda bu yoq. Bu yoq ham yaqinroq deyishingiz mumkin. Bu yoqda bilsanglar suv bor. O'sha suv bo'lgani uchun bu yoqda kovla bo'lmaydi. Xo'sh, hozir birinchi o'rinda nima? Ishlarimni bajarsam keyin bemalol chiqsam bo'ldi beradi. Xo'sh, bu yoqlarni olamiz. Ekamiz. Bo'ldi, endi kartoshkalarni. Xo'sh, bu yoqlarni ham ekib qo'ysak va bo'ldi. Bitta chirigan kartoshka chiqibdi, mana necha hech nima qilmaydi. Va bo'ldi, endi bu yoqlarni ham. Xo'sh, jiti sanki o'sam bilan o'zim ekib qo'yib, bu endi qo'llarni unaqaroq yaxshi eka olmaydi. Va bo'ldi, endi bularni olib borib janob merga topshirishim kerak. O'sha janob mer ham o'tiribdi uyda. Assalomu alaykum janob mer. Mana narsalaringizni qo'yib qo'ydim. Xo'sh, bo'ldi, endi ketsam bo'laveradi. Xo'sh, endi bemalol daraxt chopishga boraveramiz obunachilar. Hozir men ketmonimni qo'yib chiqsam, keyin o'sha ketmonimni qo'yaman va o'zim yozgan non olaman, bo'ldi. Endi esa daraxt kovlashga borsam bo'laveradi. Hozir sal tomon bo'g'ilib qo'ya. Shaxtada yurganimda sovuq o'tib ketgan shekilli. Xo'sh, mana daraxtlarni ko'ryapman. Ichroqdan chopamiz. Sababi bu yoqdan chopsak mer gapirishi mumkin. Keyin esa bu xunukroq bo'lib turadi-da. Xo'sh, menimcha yo sal yuraylik, yana sal uzoqroqga borsak, mana bu yoqdan chopsak bo'ladi. Xo'sh, chopamiz. Endi bu yoqdan ham chopamiz. Bilmadim qancha chopsam ekan. Menimcha bu yoqni to'ldirganim yaxshiroq shekilli. Internetda eshitishimcha yomg'ir yog'adi deyishyapti. Men tushunmadim. Bitta otishimda bolasini qilib qo'ydim. Bundoq qilsa nima bo'lar ekan? O'ldirib qo'ydim. Bilmaganimda bitta turishdi o'shani, bo'lmasa o'ldirmasdim. Shunisi ham tushsa bilmadim. Yo'q, tushmadi. Xo'sh, endi bu yoqqa olamiz. Bu yoq nima qilmoqchi bo'lgan tushunmadim. Qaziganmi? Xullas obunachilar, kamerani keyin yoqamiz. Sababi buncha narsalarni to'ldirgunimcha juda kech bo'lib ketadi. Sizlar kechgacha endi kuzatib o'tirmaysizlar. Xullas obunachilar, kamerani keyin yoqaman. Stop. Bo'ldi obunachilar. Shu videoni ko'rib turib, like va bosmasadan bo'ldi. Всё. Kim meni videomni ko'rib turib, like va bosmasa, basharasiga urib joydan tur o'tib ketsa. Mana shuncha yetadimikan, yana bir stak qolib ketdi-da. Obunachilar yana bir stakkina qolib ketdi. Bolani to'g'ri yetishgan ekan, menga yetishgandi-da. Buni qancha chopsangiz ham ketmaydi, sababi bu sehrlangandir. Rostdan ham sehrlangan ekan. Endi bir stak qolib ketdi-da. Bilmadim, hozir yomg'ir yog'adi, undan ko'ra uyga ketib qoldik. Xo'sh, qani hozir biroz nonimni to'xtaydi. Yana bitta chopib bo'ldi. Nima muammo? Bitta chopaman. Bo'rilarning ovozi chiqyaptimi? Tushunmadim. Bo'ldi, ketdim men. Obunachilik ketdim men. Ketdim, bo'ldi, bo'lmaydi. Tez ketish kerak. Hozir yana bo'rilar quvlab meni.
Xo'sh, tez yetib borsam qishloqqa tez yetib borish kerak. Adashmasam qayerda edi qishloq? Tezroq borish kerak-da, hozir kech bo'lib qoladi. Yo'q, xato ekanman, bu yoqda ekan. Xullas, obunachilar, hozir qishloqqa yetib borganda kamerani yoqib yuboraman. Ketdik, tez qochish kerak. Qanaqadir orqamdan maxluq qo'zg'ayapti. Qishlog'iga ham kelib qoldim. Tez tushsa. Voy, jonajon qishlog'im mani. Obunachilar, sizlar ko'rmadinglar-da, shunaqangi maxluq quvladi mani. Juda ham katta, ovozini eshitsanglar boru tushib ketadi-da pastga. Yuraginglar pastga tushib ketadi. Xo'sh, shuncha yetsa kerak, nuda yetadi. Boshqa nima ham qilardi? Xo'sh, mana 5 ta va endi bularni solib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'sh, bularni solib qo'ysak, menimcha yetsa kerak-da, yetarkan. Bemalol yo'q, yetmas. Yetish kerak, sababi yetib qolsa men bularni bitta qilib yuborsam bo'ldi. Qani edi mani bolg'acham? Voy, o'rmonda qolib ketibdi-yu. Boya otib yuborgandim, oxirgi olmani. Otib yuborganmidim, yo o'sha qo'yib turuvdimmi, esdan chiqib qolib ketibdi. Hozir bilmadim nima qilsam ekan. Yomg'ir yog'yaptimi? Tushunmadim. Bilmadim nima qilsam ekan. Bo'ldi, farqi yo'q. Men bog'lam uchun любой narsani qilaman. Sababi nimaga? Chunki sababi men uni olmosdan esanimi? Bo'ldi, hozir men borib qilib kelaman. Bitta fakkel olsam bo'lar ekan men bitta. Hoppa, ana deydimi? Bo'ldi, любойga tiqib olaman. Bog'lam uchun meni. Adashmasam shu tarafdan keldim. Agar esimdan chiqmagan bo'lsa, men bu tarafdan ketdim, bunaqasiga yurib ketdim. Shu agar o'sha maxluq chiqib qolmasa bo'ldi-da, sekin ketamiz yog'iga bo'ldi. Ovozim uncha baland ham qila olmayman. Sababini bilasizlar, maxluq chiqib qolishi mumkin. Boya qattiq bordim a. Xo'sh, bu yo'g'imda sal qattiq chiqib ketdi ovoz. Mana men bitta esladim. Men pastga tushganmidim? Qattiq edi-ya, obunachilar. Xo'sh, bu yoqdamidi yoki bu yoqroqqa tushudimmi? Yo'q, pastga tushmadim. Men esimda, точно esimda. Pastga tushmadim. Unda qayerda edi? Bu yoqda yo'q. Mana men suvga kelib qoldim-da. Lekin qanday kelib qolganim esimda yo'q hozir. Hozir es qilib topamiz. Bu yoqlarda yo'q bo'lsa, demak, men bu yoqda bo'lganda, mana bu taraflarda demak. Xo'sh. Bu yoqlarda yo'q. Qayoqqa bordim, a? Shunchalik ham uzoqqa ketib qoldimmi? Voy, bolg'amni ham topdim obunachilar. Bitta ikkita daraxtga olib borsam bo'lar ekanda. Chunki birisidan ketmay qoldi-yu, uyga to'g'ri anaqa qilmoqchi edim. Bilmadim, kovlaveraman hozir. Siz ho'l bo'lmagan daraxt bormi ekan? Ho'l bo'lmagan rog'dan kerak. Hozir ho'l anaqani sovsam inventarim rasvos chiqib ketadi. Buni ekib qo'ysak, mana shu daraxtga kovlaveraman, nima qildi? Endi farqi yo'q menga. Sababini bilasizlar obunachilar. Uy, tushib ketdim. Yo'qotdaman. Tushunmadim. Burchakroq qo'yib olaylik. Fakkel qo'yaylik. Uy, skeletmi? Uy, qochish kerak. Ovoz chiqarmaslik kerak. Qayerdaman? Qonmi? Tushunmadim. Fakkel olib sal uzoqroq qo'y. Xo'sh, skeletni ko'rdimmi? Uy, mutant. Uy, qochish kerak. Maxluq chiqdi. Xo'sh, qani edi? Meniki bu yoqdamidi? Tez qoch, ovoz chiqyapti. Qochish kerak bo'ldi obunachilar. Men hech qanaqa bo'ldi. Men tavba ham qilib bo'ldim endi. Qishloqqa qochish kerak, orqamdan kelyapti. Ovoz kelyapti orqamdan. Tez qochish kerak obunachilar. Maxluqmidi? Tushunmadim orqamdan. Bo'ldi, ko'zim ketgan tomon ketaveraman. Endi farqi yo'q. Bu yoqda emas, bu yoqda edi. Qochish kerak. Qattandir kelyapti orqamdan. Ovoz eshitilyapti. Qanaqadir o'tdan g'alatiroq ovoz eshitilyaptimi?
Bo'ldi, hozir bunaqasi borsam qishloqqa yetib boraman. Xo'sh, endi ketdi tez. Manimcha orqamdan qoldimiki? Ko'rinmay qoldi orqamdan. Nu boraverish kerak, balki qayerdan bilamiz, hidimni sezib boradimi. Lekin bilmadim, bunchalik ham bo'ladimi? Xo'sh, mana qishlog'iga ham yetib keldim. Manimcha qolib ketdi shekilli, sababi mana ovozi ham chiqmayapti, nu orqamdan-da. Sal qolsa anaqa tushib ketardim. Bu yoqlarga qarab qo'ydim, bo'ldi. Xo'sh, va mana sehrlangan boltam. Agar mayli sinib ketganda ham bormasdim, lekin sehrlanganda bu bolta. Sinmaydigan bolta edi. Xullas, obunachilar, bugun biz maxluqni uchratdik va meni yugurtirishga sababchi qildi. Hammanglar bilan xayrlashib vaqti keldi obunachilar. Men uxlayman, juda charchadim. Ko'rib turibsizlar, shu yomg'ir ham yog'yordi-yu. Daraxtlarni bu yoqdan chopaman. Endi keyingi safar o'zingizlar ko'rdinglar, bu yoqda yaxshi emas ekan. Endi bu yoqdan chopganim yaxshiroq. O'sha kecham tushib qoldi. Cho'ta oy ko'rinmayaptimi? Bunday sakrasach. Menimcha yomg'ir yog'organda bulutlar qorayib oy ko'rinmay qo'ygan. Xullas, shunaqa gaplar. Men uxlashim kerak. Ko'rdinglar, butun inventarimni emas, bitta qolib ketdi, to'ldirdim. Hammanglarga xayr obunachilar. Sizlar bilan men T-Rox bo'ldim. Paka.